Açığını yetib qalqalayım, mayli oshkora bo'lib qolqasin. Shuni topishim kechalari o'ylab chiqaman. Qanaqa qilib bu xarakterga kiraman, qanaqa qilib bu oltinni ko'rgandan keyin men to'g'ridan-to'g'ri o'zim yo'qotib qo'yishim kerak. Majbur bo'ldim haligi psixoterapevtga больницаga borishga. Jinnoxonaga. O'tda qabul qilishdi, kulishdi. Hali shu har xil palatalar ekan, kirib ko'rdi. Başka kıldım. Ulardan azgina xarakter oldim. Yine gün keldim. O'zimni o'ylaganlarimni qo'shib, bitta haligi oldin to tilla topguncha kak o'zim mo'min. Keyin topgandan keyin o'shalarning ahvoliga tushdim. Ben senga nima yomonlik qildim? Men sendan oltin so'rabmidim? Oltinlaringiz. Ber meni xotirjamligimni. Yuragim ezilib odam